endi biz yana san'atga qaytamiz. Xush kelibsiz, ustoz. Assalomu alaykum. Alaykum. Sizga kattakon rahmat. Nima yangilik bo'lyapti? Musiqa maktabida qanday o'zgarishlar, Navro'z bayramlariga tayyorgarliklar qanday bo'lyapti? Bugungi kundagi yana ikkinchi inson bolalar musiqa va san'at maktabining faoliyati haqida, yutuqlari haqida gapirib o'tsangiz. Maktabimizning asosiy faoliyati yosh avlodni musiqa va san'atga bo'lgan qiziqishlari orqali ularni iste'dodlarini ro'yobga chiqarish hamda kelajakda professional san'atkorlarni tarbiyalashdan iboratdir. Joriy o'quv yilida hozirgi kunda o'quvchilarimiz 225 nafarni tashkil qiladi. 14 yo'nalish bo'yicha maktabimizda o'quv ishlari tashkil etilgan. Bular an'anaviy xonandalik, estrada xonandaligi, baxshichilik yo'nalishi ham bor. Cholg'ulardan fortepiano, torli cholg'u, skripka, xalq cholg'u hamda an'anaviy cholg'u. San'at yo'nalishimizda xoreografiya, teatr san'ati hamda tasviriy san'at yo'nalishida o'quvchilarimiz ta'lim olmoqda. Bu 250 nafar o'quvchiga 36 nafar oliy ma'lumotli hamda 9 nafar tugallanmagan oliy ma'lumotli mutaxassis pedagoglar ta'lim bermoqda. O'quvchilarimiz natijasiga kelsak, bu o'quv yilida Samarqand shahrida o'tkazilgan San'atim faxrim, Toshkent shahrida o'tkazilgan Marhabo talantlar, Namangan shahrida o'tkazilgan Yil iste'dodlari, Toshkent shahrida o'tkazilgan New Start Toshkent xalqaro tanlovda hamda oxirgisi Sehrli ranglar nomli tasviriy san'at yo'nalishi bo'yicha o'tkazilgan tanlovlarda yuqori o'rinlarni qo'lga kiritib kelmoqda. Hozirgi kunda avjida Navro'z viloyatimizni katta sahnasida tayyorgarlik ishlari, har kuni repetitsiyada xoreografiya yo'nalishimiz o'quvchilari ishtirok etishmoqda. Bundan tashqari 23-26 mart kunlari Xiva shahrida, 26-29 mart kunlari Buxoro shahrida bo'ladigan katta ko'rik tanlovlarga tayyorgarlik jarayonlari qizg'in. Bundan tashqari 3-chorak yakuniy imtihonlarini, texnik hamda ijodiy imtihonlarini topshirib kelmoqda o'quvchilarimiz. Xoreografiya yo'nalishimizga keladigan bo'lsak, bizga bu o'quv yilida yosh, iste'dodli O'zbekiston san'at va madaniyat institutini tugallagan kadr keldi, Abdusalom va Husnida. Xoreografiya yo'nalishimiz ancha nima desam bo'ladi, ko'zga ko'rindi, cho'qqiga chiqdi desam ham bo'ladi. O'quvchilarimiz natijasi qoniqarli, hali yuqori natijalarni kutyapmiz. Yangi yulduzchalar paydo bo'ldi. Viloyatimiz aholisini, hurmatli yurtdoshlarimizni Navro'z ayyomi, muborak Ramazon hayiti ayyomi bilan chin dildan qutlayman. Barchasiga sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik tilayman. Yuqori cho'qqilarni zabt etishni, kasbiy ko'nikmalarda yana ham yuqorilarga intilishlariga hamda erishishlarini tilab qolaman. Saida, kayfiyat yaxshimi? Zo'ra. Esiz kelyapti Saida. Tilaklar, bayram tilaklari bo'lsa bemalol. Saida bilan suhbat qilib ko'ring. Men ularni olib kelaman. Kelishdikmi? Marhamat. Saida, necha yoshdasiz? 6 yoshdasiz, a? Kelajakdagi orzularingiz, qaysi kasb egasi bo'lmoqchisiz? Raqs ustozi. Raqs ustozi, Husnida opangizga o'xshab, a? Salom, tabriklaringiz bo'lsa yo'llab qo'yish imkoniyatiga egasiz. Yaqinlaringizga, ota-onangizga marhamat, bayram bilan tabriklash imkoniyatiga egasiz. Aya, bayramingiz bilan tabriklayman. Meni ko'rayotgan buvijonim, sizni tabriklayman. Ana, ustozingizga ham tashakkur, a? Yaxshi ko'rasizmi ustozingizni? Omon bo'ling. Ishlaringizga muvaffaqiyat, doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yutuqlaringiz bardavom bo'lsin. Albatta hali ko'rsatuvlarimizga taklif etamiz. A'lo kayfiyat hamroh bo'lsin. Milliy qo'shiq bor, Oybek akamni taklif qilsak. Oybekjon. Marhamat. Mustazot. Saidaxon chiqing. Yoshlar ijrosida. Qani Saidaxondan bir kutamiz. Improvizatsiya qanday bo'lar ekan? O'zingiz ehtiyot qiling, qo'shig'imiz esa davom etadi azizlar. Mikrofon.